Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Iya. Toycha, toy. Kel. Yaxshimisan? Rahmat. Qani o'tir. Mana akangni tabriklab qo'y. Tabriklayman. Rahmat. Obbo Sherali boy. Demak, o'qishni bitirsang, sudya yoki prokuror bo'lar ekansan-da. Xudo xolasi. Yaxshi. Iloyim tezroq bo'lib qayt. Endi o'g'lim, hayot yaxshi kundan yomon kundan iborat. Agar qiynalib qolsang, shunday o'qishni tashlab o'tirmagin. Xo'pmi? Qolaversa bizlarga begona emassan. Biz ham qo'limizdan kelganicha albatta yordam berib turamiz o'g'lim. Qani. O'tkir. Opangni qo'lidan ol. Ha, bu yoqqa olib kelinglar. Olinglar. Olinglar. Voy bolam-ey. Zab yaxshi qilsan-da kelib. Qani, ushla. O'qi, bolam. O'qiganga nima yetsin? Seni o'qiganing Bahromjonni o'qigani. To'g'ri aytasan onasi. Olinglar, choyinglar bormi? Bor. Bo'pti, men hozir kelaman. Tandirdagi somsalarni uzib olay. Sizlar sovutmasdan yeb olinglar. Qani, olinglar. Obbo seni. Qachon qaytmoqchisan? Men ertaga ketmoqchi edim. Ertaga degan. Endi o'g'lim, mana buni ol. Qo'ysangizchi. Ol. Pochtadan-chi? Yana yuborib turaman. Bu pulga kasb tushmagan, xo'pmi? Rahmat. Mana olinglar. Sayoq yurmagin o'g'lim. O'qigan. O'g'irlik qilib mabodo seni qo'lingga tushib qolsam meni qamatib orasanmi? Qo'ysangchi, Bahrom. Hali sen ham institutga kirib o'qiysan. Bir mashhur yurist bo'lasan. Gapni aylantirmasdan to'g'risini aytib qo'ya qolsangchi. Bahrom. Men o'zim qamalsam ham seni hech qachon qamamayman. Bilasan-ku, yoshlikdan aka-ukadek katta bo'ldik. Seni sharofating bilan institutga ham kirib ketdim. Qo'ysangchi bunaqangi gaplarni. Ish qilib shu gaplaringni esingdan chiqarmasang bo'ldi, og'ayni. Qaytganda Sherali yodimdan ko'tarilay debdi. Haligi miltiq uyingda turibdimi? Nima qilmoqchisan? Ana institutdagi domlani uyiga tushmoqchiman. Bahrom og'ayni, qayt bu yo'lingdan. Qayt. Bilasan-ku, men bir ishni boshlagandan keyin qaytmayman hech. Yana shuni ham aytib qo'yay. Men adolatli o'g'ri bo'laman. Kambag'alga tegmayman. Qon to'kmayman. Tushundingmi? Qarorim qat'iy. Bo'pti, uxlay qol, kech bo'lib ketdi. Yaxshi yotib tur. O'zing ham yaxshi yotib tur. Kechagi gapga nima deysan? Roziman. Qaroring qat'iymi? Qat'iy. Hamma narsa pul bilan bitar ekan.
Otam betob bilasan, doktorlar operatsiyaga pul so'rashyapti. 1000 so'm. Topdingmi? 700 so'm topdim. Ko'nmayapti. Bo'lmasa gap bunday. Men bitta domlani taniyman. O'zi shaharda domda turadi. Ertaga ertalab tushib shu ishni bitirib chiqamiz. Rahmat aka, salomat bo'ling. Tezroq yur. Nechinchi qavatda? 3-chi. To'g'rimi, oyijon? Ha. Aytgani, o'sha bolani oti nima edi? Sanjar. Sanjar. O'zim ochaman. Kim u? Rahimjon domla tandir berib yubordilar. Vaqtliroq keslaring bo'lmasmi? Tang, oshga unab qo'ydim. Ovoz chiqarsang otaman. Tushunarlimi, Hozir domla? xonaga kirasan deb bolalaringni tinchlantirasan. Tushunarlimi? Bor. Bor. Qani, bo'l. Benzin 93 domlajon. Hammajon! Ovozingni chiqarma! Saytlarga o'zni o'chirsan! O'char dedim. Hammasini qo'lga bog'la! Bolalaringga ayt ovozini o'chirsan! Senga aytyapman, bolalaringga ayt ovozini o'chirsan! O'chir! Dubarini! Endi menga qara. Hozirroq pullaringni qayerdaligini aytasan. Tez bo'l. Tez baxtsa. Ovozingni chiqar, pul qayerda? Oshxonada. Qani. Milton ushla. Qani yur. Yur. Xo'sh. Pul qani? Pul. Hozir. Tezroq, tez bo'l. Zoru. Paketga solib ber. Bo'l. Imillama. Tezroq bo'la qolsang-chi. Solyapman-ku. Bu pullarni qizlarim to'yiga atab yig'ayotgan edim. Mayli, 5000 gini olib qola qol. Rahmat uka. Mana bo'ldi. Yaxshi. Endi oldimga tush. Oldimga tush. O't. Miltonni menga ber, uni ham qo'lini bog'la. Xizmatchilik, domla. Militsiyaga xabar qilmayman. Shuncha pulni qayerdan olding demaydimi? Juda to'g'ri qilasiz, domlajon. Kitob kimniki? Meniki. Xafa bo'lmaysan singlim. Xuddi shu kitobni qidirib yurgandim. O'qiyapman-u. Olib ketaman, xafa bo'lmaysan. Endi yarmiga keluvdi. Unda sen ham birga olib keta qolaylik. Qani yur. Tegma! Ketdik. Pulni ol. Barakalla. Xayr.
Jim o'tirmasdan gaplashib ketaylik, yigitlar. Xafa bo'lmaysiz aka. Qarindoshimizdan kelyapmiz. Rosa charchaganmiz. To'ymidi? Ta'ziya. Mayli, omon bo'linglar. Rahmat, o'zingiz ham yaxshi boring aka. Xo'p, xayr. Xayr. Hech narsani sezmadi shekilli. Sezgani yo'q. Xudoga shukr. Xavotirlanma, hammasi joyida. Birinchi ov yomon bo'lmadi. O'zi qancha tushgan ekan to'rga? Sanaganim yo'q, 30 mingcha bo'lsa kerak. Seni otang injiro, hozir biznikiga boramiz. Hamma otam oldagi doktorxonaga ketgan. Birinchi g'alabani yuvish kerak. Berkitib qo'ygan arog'man bor. Nima deding? Bugundan boshlab ichganingni ham, chekkaningni ham ko'rmay. Yana ichib olib og'zingdan biron joyda gullab yurmagin. Shirinlikka boramiz, qani yur, kalta menda. Tushundim. Nima desang shu? Mana bu pulni uyingdagilarga bildirmay doktorga berasan. O'zi qanchaga hammasi? Hozir 1 2 3 4 5 6 7 22.500 so'm. Mana bu 2000 ni ham ol. Uni o'zingga sarflarsan. Bo'lishmaganimga hayrondursan, ha? Shahardan uy olib qo'ysak yomon bo'lmasdi. Keyin hozir bizga bitta mashina ham kerak. Qarshi emasmisan? Mayli o'rtoq. Bo'pti. Bo'lmasa sen ertalab kasalxonaga o'tasan, ha? Meni vaqtim bo'lsa ertaga bitdan keyin o'tib qolarman. Kechqurun ko'rishamiz. Kelishdik. Men ketdim. Ertagacha. Bora qol. Beri qoling. Ehtiyot bo'l. Bu ovqating yog'siz bo'lib qoptimi? Ha, yoni ham tay ko'rinib qopti dadasi. Erta-indin oylik berib qolar. O'shandaligi shakar ham olamiz. Ro'zg'oringni ham to'ldirib olasan. Ma. Xudo xolasa. Ota, men sizga bitta gap aytmoqchi edim. Nima gap? Yuringlar kuyga chiqaylik. Ora
Aramizda begona yo'q-ku. Aytaver. Yo'q, yuring, chiqaylik. Yana bir baloni boshlaganga o'xshaysan, a? Gapir deyapman. Hech baloni boshlaganim yo'q. Xo'sh. Kecha Karim bilan shaharga tushgandim. O'sha yerda sprint o'ynadik. Hali qimor o'ynadingmi? Yutqizgandirsan-da. Qimor emas. Yangi chiqqan lotereya bor-u. O'shandan birozgina pul yutib oluvdim. Keyin 3-4 oydan beri olgan oyligimni ishlatmasdan yig'ib yurgandim. Mana. Ro'zg'orga ishlatarsiz. Bu yerda qancha? Ha? 1400. 1400? Bu halolmi? Sendan so'rayapman, halolmi bu pullar? Halol pul ota. Mana, haligi ro'zg'oringni butlagan. Halol deyapti-yu, olgin. Ol. Mana undan 3000 gini Samat otani uyga tashab o'tasan. Keyin qolgan 1000 so'mini Xosiyat xolani eshigini tagiga qo'yib qo'y. Lekin hech kim ko'rmasin. Bechoralar qiynalib qolishda yordam bo'ladi. Xuddi aytganingdek bo'ladi. Menga qara. Shu tezroq mashina olsak bo'larmidi? Bizdan 1 yil oldin bitirgan Qosim bor-u. O'shani pravasi bor. Ish axtarib yuribdi. Menga hech yoqmaydi uning. Ancha quruqroqda. Ishiga pishiq, men kafil bo'laman. Ishonsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'pti, bo'lmasa mashinani men nomga olamiz-da. Keyin unga ishonch xati qilib beramiz, haydab yuraveradi. Mashinani juda yaxshi ko'radi. Uni ustiga shahar hovlida turadigan bo'lsa, mashinani kim ham bilardi? Bu gaping ham to'g'ri. Aytganday, mol o'g'rilarini aniqladingmi? Aniqladim. O'zimiz tanigan o'sha badalda. Bugun kimlikka tushar ekan? Buni bilish qiyin emas. Badalni uyini poylasak, bas, bilamiz. Bo'lmasa bugun kechqurun uyiga boramiz. Yonimizga bitta ikkita odam olamizmi? Keragi yo'q. Faqat ikkalamiz bo'lganimiz ma'qul. Beva ayollarning uyiga ham tushadigan bo'ldi. U bilan hisob-kitob qiladigan vaqt kelib qoldi. Gap bunday. Bugun kechqurun o'sha yerda uchrashamiz. Yaxshi. Pul esingdan chiqmasin. Bo'pti. Ehtiyot bo'l.
Emo. Hech kim yo'q-ku. Iye? Bu nima ekan? Ha? Iye, pulku. Ha? Yopiray. Yerdan topsang ham osmonga qarab 3 marta qichqirgin degan naql bor. Ey, kimniki? Ey, kimniki? Kimniki? Ana endi halol bo'ldi. O'zimniki. Hay otasi, kim bilan gaplashyapsiz? Ya ker ichkariga ker. Men hozir bozorga borib kelaman. Voy tavba. Voy tavba. Voy Bahromjon, tuzukmisan? Voy onaginang o'rgilsin, esin-omon keldingmi? Assalomu alaykum xolajon, Yaxshimisan? yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Sog' salomat yuribsizmi? Voy uydagilaring yaxshimi? Aka-ukalaring? Rahmat, Oying rahmat. yaxshimi? Voy ancha bo'ldi kelmaganingga bolam. Ha, endi ishlar bilan bo'lib qo'l tegmadi. Vaqtda keldingda bolam. Bizachi qo'yli sigirli bo'lib qoldik. Ha? Ha. Yaxshi bo'pti. Uydagilar salom deb yuborishdi. Mana otam berib yubordilar. Rahmat, salomat bo'lishsin. Amakim yaxshimilar? Xudoga shukr. Tuzukmilar? Men qara, amaking qo'y so'ygandilar. Hozirgina go'shtni nimtalab uyga olib kirib ketdilar. Kirgin, seni ko'rsalar juda ham xursand bo'ladilar. Kela qo'bolam. Mayli, amakimni bir ko'rib chiqaychi. Hoy, amakisi. O'zim o'rgilaysan-da. Assalomu alaykum. Amaki Va yaxshimisiz? alaykum assalom. Sog'liqlaringiz yaxshimi? O'tir. Salomatmisiz? Tuzukmisiz amaki? Xo'sh, jiyan, ishlar qalay? Yaxshi, rahmat. O'zingiz qalaysiz? O'xshagan bo'lmabdi-da. Ha, endi shunaqa bo'lib qoldi. Parvo qilma. Kelasi yil o'zim olib borib kirgizib qo'yaman. Oyliging durustmi? Konda yaxshi deyishadi. Yo, kattalaringni bir mehmon qilib tayinlab qo'yaymi? Ha, yo'q, oylikni vaqtida berib turibdi, rahmat. Keyin o'qisham bir gap bo'lar. Umuman o'qiganing bilan, yuqoridan tanishing bo'lmasa, diploming bir tiyin. Mana, bizda institut bitirgan bir yigit ishlaydi. Hali ham rabochiy. Master bo'la olmadi. Ey, men qara jiyan, bir amallab part biletli bo'lsang, birgatmi, mirgatmi bo'lasan? Bo'ldi. U yog'im maza. Ha. Men bir joyga o'tishim kerak edi, shuning uchun keta qolay dedim amaki. Iya. Voy, muncha shoshmasang, Bahromjon, hozir qovurdoq pishadi. Yeb ketasan, uyga ham olib ketasan. Nasibang tashab ketma, jon bolam. Ha? Bormasam bo'lmaydi. Voy. Shunaqami? Hay, qani amin, ishlaringga rivoj berib, sog' salomat o'ynab kulib yurgin. Alloh. Xo'p, yaxshi qolinglar. Yebsan bolam. O'tirsang bo'lardi. Hay, menga Boshqa qara. safar kelarman amaki. Uydagilarga salom deb qo'ygin. Xo'p, xolajon. Esin-omon yeb. Hozirgi yoshlarga hayronman. Bir pas o'tirisha olmaydi.
Muncha ham shoshishmasa. Bizlar qarindoshlariga borganda yotib qolardik. Tavba. Tezroq bo'lsang, hayda. Yur jonivor, yura qol. Jonivor, hayda. Jonivor. Bu nimasi? Qaydan? Qimirlasalaring otaman. To'xta. Neyse. Bir kilometrdan ursa bo'ladi. Joyingdan qimirlamalaring. Qochni xayollaringga ham keltirmanglar. Endi bemalol gaplashamiz. Qo'llaringni ko'tarlaringchi? Kimga aytyapman? Qo'llaringni ko'tarlaring. Bor. Pichoqlarni ol. Tezroq. Bo'l tez. Qimirlama. Senlar o'zi kimsanlar? Alami borlar. Nima istaysan? Qaysi biring boshliq? Men. Maqsadlaring nima? Umuman aytganda biz bilan o'ynashib bekor qilasanlar. Yosh ko'rinasanlar. Juvonmarg bo'lib ketmalaring tag'in. Hozir senlarning joning bizni qo'limizda. Xohlasak otamiz, xohlasak yalang'och qilib daraxtga boylab ketamiz. Latif bular bilan tortishma. Otib qo'ymasin tag'in. Maqsadga o't. Gap bunday. Shu qishloqdan qancha mol o'g'irlagan bo'lsalaring, 1 soat ichida hammasini pulini keltirib berasanlar. Yarmini olib kelamiz. Gap bitta. Shuncha pul topa olmaymiz. Yarmini. Xo'pmi? Mayli, rozimiz. Faqat vaqt ham yarmiga qisqaradi. Bittan kesang bo'ladi. Kechsalaring o'zlaringdan ko'rlaring. Qani, bo'la qollaring, tez. Hozir to'g'ri borib, tursunni yo'qotamiz. Karim. Bu yoqqa kel. Qo'lini yech. Sen hozir sigirni Dilshod amakini uyiga olib borasan. Molxonasiga bog'lab qo'yasan. Tushundingmi? Tushunarli. Qani bor. Shishkili.
Mana shunaqa havoni hech ham yoqtirmayman-da. Menga ham yoqmaydi. Olib borib qo'ydi. Olib keldingmi? Ha. 18 ming. Nega kam? O'rtacha narxda baholadik. Bo'pti obki. Ol. Nega itga suyak tashagandek pulni oyog'im ostiga tashayapsan? Ol, pulni qo'limga ber. Haqoratlama. Olib keldingmi? Qo'limga ber. O'lsam o'lamanki, birovning oyog'iga hech qachon egilmayman. Olib ber qo'limga. Lavz qilganim uchun olib keldim. Sanavol. Mashinani ham kaltini berib yubor. Sanalgan. Aytilgan summa bor. Saniymanmi, sanamaymanmi? Sen ishing bo'lmasin. Sanashni mashqini olganman. Sanamay qo'ya qol. Uyga borgandan keyin sanab olarmiz. Yaxshi. Ma ol. Qo'limga bersam bo'lmasmidi? Birlashmaymizmi? Biz mayda ish qilmaymiz-da. Ko'rinib turibdi. Bor yiqqanimizni lo'nda qilib olding-ku. Shuni aytishsa kerak-da. O'g'rini qaroqchi urdi deb. Birlashsak yaxshi bo'lardi. Ishon. Sherigini tashlab ketadigan nomard emasmiz. Mayli. Faqat badaldan tashqari. U sadoqatli. Yo'q. Badalni keragi yo'q. Biz seni o'zingni kutamiz. Qayerda? Indinga shaharda, Tariqtol choyxonasida. Yaxshi. Bo'lmasam osh qilib turamiz. Bo'pti. Ketdik. Ko'rishguncha. Mashinani yurgizib tur. Cheralni tug'ilgan kuni hozir tashqariga chiqasan-da. Uni hamma kursdoshlarini yig'ib kelasan.
siz menga juda ham yoqib qoldingiz. Keyin agar siz yo'q demasangiz, xat yozib turardim. Yo, siz yozarsiz.